Ha, uyingizga 50 ming so'm zaxira qilib qo'ya olmasangiz, qanaqa erkaksiz? Og'ir bo'lsa kerak, qo'shni farzandini maktabiga 50 ming so'm topib bera olmasdan qo'shnisidan so'rab chiqishi. Agar erkak bo'lsa. Mang. Ye, ha qo'shnilar yig'ilib qolibsizlar. Ha, qo'shni Abdurashidga 50 ming kerak bo'lib qolgan ekan, o'g'lini maktabiga berish kerak ekan, shuni beryapman-da. Shunaqami? Abdurash bu gaplarni eshitmam, olaverasanmi pulni? Dada, pulingiz bo'lmasa men ertaga maktabga bormayman. O'qituvchimda tug'ilgan kuni edi. 50 ming so'm pul olib bormasam, hamma ustimdan kuladi. Mayli, nima desa der bular. Bolam uchun, bolam izza bo'lmasligi uchun chidayman hamma gapiga. Erkakning puli bo'lmasligi mumkin, qo'li kalta bo'lishi mumkin, og'ir mehnat qilishi mumkin. Lekin birovni kamsitadigan tili bo'lmaydi. Erkakni haqiqiy erkak tushunadi. Tili bilan yuradigan qotillar emas.